Hop. Bu qo'shiq kimga atalgan endi? Endi bu qo'shiq avvalambor bag'riga berkitgan nomli qo'shiq. Endi buni yaratgandan keyin, bu qo'shiqni yaratgandan keyin albatta ularda bu qo'shiqda hayotiy bo'ladi endi. Har bir yo she'ri yoki musiqasi. Bu yaratishi endi ko'pchilik endi maktabdagi do'stlar, sinfdoshlari bilishadi. Bu hammada ham bo'ladi. Endi bu maktabdagi muhabbatdan bilishadi. Endi bu o'sha bo'ladiganlar bu endi sir bo'lib qolaversin. Endi kimga aytilgan, lekin o'sha bir qizga atalgan. Qo'shiq. Demak, bir qizga atalgan qo'shiq. Atalgan. Qaysi joylari? Endi men o'zimga yoqqan joylar demoqchisiz-da o'sha yerda. Sizga yoqqan joylar. O'zimga yoqqan joylar. Endi hozir o'sha senday bag'ri keng bormi, o'sha dunyolarga teng bormi? Sen bo'lmasang men bormi? O'sha bag'riga beksinadi. Yana shu joylar o'zimga yoqqan. O'zimdan qo'shiq yoqadi, lekin men uchun